Do'stlar, assalomu alaykum. 20-mart 2025-yil Chirchiq shahridamiz. Anchadan beri video chiqazmayotgandik. Uni sababi sizlarga zo'r yengillikni tayyorlaganmiz. 1-2 kundan keyin podpisatsiya bo'lib poylab turinglar. Xudo xolasa zver videolarimiz chiqadi. Bugun video olmasam bo'lmasdi, chunki juda katta o'zgarish bo'lib ketdi bir hafta ichida. Kun issiq keldi. O'rik, mana bu slivalar, daraxtlar, gulchang beradigan u bodom hammasi gullab yotibdi. Arilar gulchangni bosib tashagan, shiri olib ketib tashagan. Bizlar erta bahorda qizdirganimiz bilan bugun ochib qarasam, kech ochib qarasam, bir pachka vashinani suroshni qo'yib yubordim. Hozir yana bir pachka vashinani qo'yaman, suroshni ulgurgunimcha. Sizlar ham shu narsani qilishingiz kerak. Mana men ta'limmoqchi, bu yoqqa keling. Qanday tushyapti? Aytmoqchi bo'lganim. Hozir 2-3 kundan keyin yomg'ir ko'rsatyapti. Yomg'irgacha ichini ochib, qo'shimcha suv, qo'shimcha vashinani qo'yib kengaytiringlar. Bo'lmasam aks holda erta bahordagi mana bunaqa bir haftalik, 2 hafta kun issiq kelishi arilarni bu yil ro'y sezoniga turtki bo'lib qoladi. Kitoblarda shunaqa yozilgan. Ro'y sezoni bo'lib qoladi. Litoklariga e'tibor berasizlar. Litogini oldida, tepasida arilar turib olib, mana bunaqa qanot qoqib turgan bo'lsa, demak u shamol beryapti ichkariga qarab. Ichkarida demak qizib ketgan. Litoklarni kengaytirib qo'yamiz. Qo'shimcha suv, qo'shimcha vashina beramiz. Vashina tortish ham ulgurib qolish kerak bu ob-havodan. 2-3 kundan keyin yomg'irda agar siz videoni 2-3 kundan keyin ko'rsangiz, agar sovuq tushadi, agar 2-3 yomg'ir paytida ko'rsangiz, demak indamaysiz, yomg'irdan o'tib olish bilan kengaytirasiz. Agar bugun ko'rsangiz shu videoni, shu choralarni ko'rib qo'ying, bugun erta harakat qilib. Vro'di hamma narsani aytdim. Hozir arilarning birikta holatini ko'rsatib o'rib, videoni sira zagruzka qilib yuboramiz, jigarlarimiz. Shunda biz sizlar ham ertaga arilaringiz ro'yga urib ketmasligini oldin olib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Rahmat. Kuchlilariga, slabilariga kerak emas. Slabilari turaversin. Rahmat. Mana do'stlar, men tepa-tepda ari qanot qoqib turibdi, ko'rayotgan bo'lsanglar. Mana shamol beryapti. Bu shamol berayotgani yo'q. Bunda shamol yo'q, lekin litogini kengaytirsa bo'ladi. Mana men pastda shamol beryapti, ko'ryapsizmi? Ichkarida issiqlik demak. Vashina qo'ysa bo'ladi. Mana do'stlar, 2 kun, 3 kun oldin qo'yilgan vashina men kecha aylantirib qo'ydim. Bu tortib bo'lgan bo'lish kerak. Hozir ko'ramiz. Mana tortib bo'lib, o'sha tuxumni ham shang'illatib tashlabdi. Bu 17-da qo'ygan, mana chesasi turibdi. Men kecha kechqurun qo'yganimni ko'rsataman hozir. Yopdik buni. Tak, bunisiga kelamiz. Hamburgerga kecha qo'yuvdim. Hozir buni ham ko'rsataman. Mana kecha kechqurun qo'yuvdim, mana hozir hali obed ham bo'lgani yo'q. Mana burchaga ozgina qolibdi. Mashinani aylantirib qo'ydim. Shunda oldimda aylantirib qo'ydim o'sha mashinaqasiga. Ayniqsa daraxt gullagan bo'lsa, mashinani tortib olsanglar, ramkalar fondi yangilanadi. Yangi ramkalarda avlod yaxshi tug'iladi, ko'p tug'iladi, boshqa narsalar. Ko'p preimущество bo'ladi. Bilasizmi, men bir gapirsam aqlli qilib ketaveraman. Rahmat e'tiborlar uchun do'stlar, o'lgurib qolamiz. Nimaga o'lgurib qolishingiz kerak? Keyingi videomizga ulgurishingiz kerak. 2-3 kundan keyin zapust qilamiz shu videolarimizni. Bu videolarni siz YouTube'da hech kimning kanalida topa olmaysiz. Asalarichi Yahyo Murodning kanalidan topa olmaysiz. Xudo xolasa, bolasini asalarichi qilguncha, pensiyaga chiqquncha hammaga kerak bo'ladigan barcha problema, qo'rquvlarni hammasini razvet qilganmiz, ya'ni ochib berganmiz. Hamda bizani o'zimizni asalarichi va Yahyo Murodning 8 yillik tajriba, xatolar, yutuqlarni hammasini platformaga joylashtirganmiz. Shu darslarni inshaalloh keyingi darsda topib, ulgurib, ko'rib, amalga joriy qilishingizni kutib qolaman. Keyingi videoda ko'rishguncha do'stlar. Rahmat.